Bir yigit aytadilar, biz 3 ta aka ukamiz, 2 ta katta aka uka biz chiqib ketganmiz. Ukamizni qo'lida o'tiradi onam. Bir davrada suhbatda eshitib qoldim, shu onani kiyintirish kerak, otani kiyintirish kerak deb. Shunga e'tibor bermas ekanman, onamni kiyinishlariga. Endi ukam uyda o'tiribdi deb onamni ko'rgani borsam, 1-2 ta 4 ta non ko'tarib, u narsa meva ko'tarib, tarvuz ko'tarib borardim. Onamni engni boshlariga e'tibor qilmas ekanman. Hayit kuni shu gapni eshitib, ayolim bilan chorsuga tushib, onamga boshdan oyoq sarpo qildik. To'g'ri ukamning uyiga borib, onamning oldiga kirib, ayolim onamni kiyintirib qo'ydi boshdan oyoq sarpoga. Onam kiyinib kelib o'tirib, egnilariga qaraydilar, yig'laydilar. Biz eri xotin qilgan ishimizdan xursand bo'lib, bir-birimizga qarab yig'laymiz. Bir mahal o'sha hayit kuni qarindoshlar kelib qoldi, onamni ko'rgani, kelib ular onamni yig'laganini ko'rib hayron qolishdi, tinchlikmi deb onam bo'lgan voqeani aytib berdilar. Ularning ham ko'zlari miltillab ketdi deb bir yigitni o'zi aytib beryapti. Aytadiki, men go'dak bolaman, ukalarim hali esi yo'q edi. Otamiz o'tib ketdi. Onam turmush qurmadilar, 3 ta o'g'il bilan qoldilar. Bolalarim birovni ota demasin deb. Men shu bilaman, es bilaman, ketma-ket biz maktabga chiqqanmiz ukalarim bilan. Onam uchalamizni qarz olib kiyintirardilar. Qarindosh urug' qo'ni qo'shnidan qarz ko'tarib, kiyintirib maktabga chiqarardilar. Keyin uni shuni oyma-oy to'lardilar. Oyliklardan ma'lum bir qismini olib qolib, shuni to'lardilar. Har yili shuna qilib biz maktabga chiqqanmiz. Onam qarz bilan bizni kiyintirib, bizani onamni shuna qilib katta qildi. Onamni hajlarga yubordim, umralarga yubordim. Shunga e'tibor qilmas ekanman deb turib, eri xotin endi shuni mahkam ushlaydigan bo'ldik. Shuning uchun bu yerda o'tirgan yigitlar, otangiz bormi, onangiz bormi? Ota, onani borligi nima? Savol. Uyingizda ota, onangiz borligi nima siz uchun? Sharafmi, g'ururmi, nima bu? Men aytgan bo'lardimki, imkoniyat. Nima imkoniyat? Shularni xizmatini qilib, duosini olib, roziligini topib, bir daraja topishingizga bir imkoniyat. Kimnidir shu imkoniyati qo'ldan ketgan? O'tib ketgan ota-onalar. Qani mana hozir 50-60 yoshlardagi akalarimizni qani bugun onalari bo'lsa, nima qilishini o'zlari bilardi. Yelkasida ko'tarib yurardi. Bugun sizni onangiz, otangiz bormi? Mayli yosh bo'lsa ham ota-onangiz. Ardog'lang.